Qachon qanoatlantiradi desa, qachonki shu nisbat chiqish uchun ya'ni aynan digeterozigot organizmlar chachishtirilishi kerak. Ya'ni bu nisbat faqatgina digeterozigot organizmlar chachishtirilganda hosil bo'ladi. Xo'p, endi oshqovoqlarda meva shaklida nisbat qanday va qanday genotip? Xo'p, belgini yuzaga chiqarish shu komplementar genlarga bog'liq bo'lib, dominant A, dominant B birga kelganda, ya'ni ikki juft komplementar genlarning birgalikda kelishi oshqovoq shaklini gardisimon bo'lishini ta'minlaydi. Xo'p, gardisimon bo'lishini ta'minlasa, unda birinchi juft dominant genning bo'lishi, ikkinchi juft dominant genning bo'lmasligi qanaqa bo'ladi desa, bu sharsimon yoki yumaloq. Sharsimon. Keyingi holatda ham baribir yana sharsimon bo'ladi. Demak, sharsimon. Sizda masalan shartida berishi mumkin. Sharsimon shakli fenotipi bir xil, lekin genotipi har xil bo'lsa, u shu bo'ladi. Mana genotipi har xil, lekin fenotipi bir xil. Ikkala resessiv genlar birga kelganda esa uzunchoq bo'ladi. Nisbat 9 6 1 nisbatda bo'ladi. Bu nisbat ham qachonki digeterozigot organizmlar chachishtirilganda nima beradi? Ya'ni qanoatlantiradi. Xo'p, keyingi holatda o'simliklarda xlorofil sintezida ko'proq arpa o'simlikda beriladi. Misol uchun, dominant A, dominant B birgalikda kelganda yashil pigment sintezlanadi. Dominant A resessiv B bilan birga kelganda sariq rangni ifodalaydi. Lekin mana bu ikkala holatda esa oq rang chiqadi. Bunda nisbat qanday bo'ladi desa, bunda nisbat 9 3 4 nisbat kuzatiladi. Xo'p, tovuqlarda tosh shaklida ikkala dominant genning birgalikda kelishi tovuqlar tosh shaklini yong'oqsimon bo'lishini birinchi juft dominant genning kelishi, ikkinchi juft dominant genning kelmasligi bunda gulsimon bo'ladi. Birinchi juft resessiv gen bilan ikkinchi juft dominant gen kelsa nima bo'ladi desa, bunda no'xatsimon bo'ladi. Bunday holatda, ya'ni ikkalasi ham resessiv bo'lsa oddiy bo'ladi. Nisbat 9 3 3 1. Xo'p, xushbo'y hidli no'xat o'simligida qanday bo'ladi? Xushbo'y hidli no'xat o'simlikda birinchi holatda gulning rangi qizil, qolgan holatlarda, ya'ni bittadan qatnashmasa, ya'ni bittasi dominant geni bittasi kam bo'lsa yoki umuman bo'lmasa, rang oq bo'ladi hammasida. Bu oq, bu ham, bu ham oq. Demak, nisbat endi 9 7 nisbat bo'ladi. Demak, xulosa o'rnida aytish mumkin, komplementar qoliplarida, ya'ni komplementariyada 9-3-3-1, 9-6, 9-3-4 va 9-7 nisbatlar uchraydi. Fenotipik sinflar 4 xil, 3 xil, bunda ham 3 xil, 4 xil va 2 xil fenotipik sinflar uchrashi mumkin. Endi to'rala holatda ham, yo'q, beshala mana shu hamma holatda nima umumiy desa, genotip nisbat, ya'ni genotipik nisbat umumiy. Genotipik nisbat necha bo'ladi desa, hammasi uchun umumiy genotipik nisbat 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1224 12 12 1 nisbat. Bu genotipik nisbat barcha chachishtirishlar uchun umumiy mana shu. Ya'ni hammasi uchun. Bu nisbat ham qachon qanoatlantiriladi desa, qachonki
Dig heterozigot organizmlar chashtirilganda shunaqa nisbat kuzatiladi xolos. Xo'p, endi nima bo'lgan? Mana komplementariylanishda birorta xuddi shuni chashtirib ko'ramiz. Misol uchun to'tichilik fermasida, misol uchun bizda mana bunday genotipli to'tilar, urg'ochi to'tilar mavjud. Ya'ni bu genotip nimani qanday fenotipni ifodalaydi desa, havo rangni. Endi erkak to'tilar esa mana bunday rangli. Ya'ni bu sariqni ifodalaydi. Bular o'zaro chashtirilganda F1 da hosil bo'ladi dig heterozigot organizm. Mana aytdik, komplementariylanishda ota-onadan farq qiladigan organizmlar chiqib qoladi, ko'proq deyildi. Mana heterozigot bu yerda katta billa kelgani uchun buni kichkinalarni inobatga olmaymiz. Qolib bizda katta bo'lsa bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham. Demak, bu pat rangi yashil bo'ladi. Va ularni o'zaro qayta chashtirdi. Xuddi shunday genotipli organizmlar o'zaro qayta chashtirsak-chi. Endi qanday organizmlar hosil bo'ladi? Bu F2 da quyidagi nisbatda organizmlar chiqadi. Buni dan gamet olsam, dominanta, resessiva, dominant B, resessiv B, dominant B, resessiv B. Mana gamet oldim. Endi keyingisini xuddi shunday gameta beradi. Mana xuddi shunday gameta beradigan bo'lsa, buni pennetga qo'yib oladigan bo'lsak, mana bunday organizmlar hosil bo'lyapti. Pennet chizib olamiz. Qiyshiq chizilib qoldi. Hozir mana pennet chizib oldik. Xo'p, endi bu yerda qanday bo'ladi desa, mana katta B bilan birga kelyapti. Yana katta B bilan birga kelyapti. Xo'p, yana katta B bilan birga kelyapti. Katta B bilan birga kelyapti. O'rtasini to'ldirmayapman. Endi katta batda ham katta B bor. Mana katta B bor. Endi katta kichkina B bilan birga kelyapti. Bunda katta B bilan birga kelyapti. Bunda-chi desa, bunda ham katta kichkina B bilan birga kelyapti. Endi bunda katta B bilan birga kelyapti. Bunda katta B bilan, bunda ham endi bu yerda kichkina A katta B bilan, bu yerda ham kichkina A katta B bilan birga kelyapti. Bunda-chi, bunda ham katta B bilan kelyapti. Bunda katta kichkina B bilan, bunda kichkina katta B bilan va bunda kichkina B bilan birga kelyapti. Va bunda biz fenotip nisbatini qo'yib chiqadigan bo'lsak, katta B bor joylar bizda yashil bo'lardi. 1 2 3 4 5 6 7 8 hop 9 ta. Demak, 9 ta yashil. Endi katta kichkina B bilan birga kelgan joylarni sariqda belgilab qo'yaylik. Hop, yo havo rangda bo'lsa, hop mana ko'kda belgilab qo'yaylik. Mana bu havo rang bitta. Mana bu bitta, mana bu bitta. Demak, 3 ta havo rang bo'ladi. Endi kichkina katta B bilan kelgan joylar bitta, 2 ta, 3 ta. Demak, 3 tasi sariq bo'ladi va bittasi mana busi oq bo'ladi. Demak, nisbat 9 3 3 1. Shunaqa. Endi buni masalalarda yana ham ishlab o'rganishimiz kerak bo'ladi.